Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal xəbərlərimizi görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzuruna sunuşdurışımız. Qanamızda diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitoy Talibanның yeni hökuməti haqqında ifadə bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 8 sentabrdagi muxbirlarni kutib olish yig'inida ifoda bildirib, Afg'onistonning egilik huquqi va zamin butunligiga hurmat qilganligini, Xitoyning yangi Afg'oniston hukumati va rahbarlari bilan bo'lgan aloqani davomlashtirishni xohlaydiganligini bildirgan. Muxbirlar Xitoy Tashqi ishlar ministrligining qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida yangi Taliban hukumatini e'tirof qiladigan qilmaydiganligini so'ragan bo'lib, Wang Wenbin yuqorqi javobni bergan. Wang Wenbin so'zida yana Xitoy tarafining Talibanning vaqtli hukumat va bir qism muhim rahbarlarini e'lon qilish uchun qilgan o'rinlashtirishlarga davlat ichidagi tartibni asliga keltirish va urushdan keyingi qayta qurish masalasiga intayin ahamiyat berganligini bildirgan. U yana Xitoyning Afg'oniston masalasidagi maydonining izchil aniq ekanligini ta'kidlab, biz Afg'onistonning egilik huquqi va zamin butunligiga hurmat qilamiz. Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaymiz. Afg'oniston xalqiga mos keladigan mustaqil taraqqiyot yo'lini tanlashini qo'llaymiz degan. Amerika prezidenti Bayden seshanba kundagi bayonotida Talibanlarning 15 avgust Afg'onistonda hokimiyat beshiga chiqqandan keyin Xitoy qatorliq bir necha davlatning Talibanlar bilan kelishim hosil qilishga urinayotganligiga ishonganligini aytgan edi. Ko'plagan davlatlarda ishlatilayotgan gen tekshirish uskunasining Xitoy armiyasi bilan munosabati borligi oshkorlandi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Xitoyning Huada gen texnologiya shirkati BGIning Xitoy armiyasi bilan hamkorligi borligi oshkorlangan bo'lib, bir qism davlatlar bu masalani tekshirishga boshlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Huada gen texnologiya shirkati ishlab chiqargan sinoq uskunasi maxsus ayollar va bolalarning gen avrishkisini yig'ishga ishlatiladigan bo'lib, Huada shirkatining bu uskunani Xitoy harbiy qismining tadqiqot organlari bilan birlikda tadqiq qilib yasab chiqqanligi oshkorlangan. Bu masala dunyoning har qaysi joylaridagi nazorat qilib boshqarish o'rinlarining andisini qo'zg'agan. Ular bir davlatdagi gen uchurlarining yana bir davlatga yo'tkalgandagi bexatarligining kapolatga ega bo'lmaydiganligini bildirishgan. Navbatda Germaniya, Kanada, Avstraliya, Sloveniya va Estoniya qatorliq 5 davlat mazkur sinoq uskunasini tekshirishga boshlagan. Kanada nazorat qilib boshqarish organi ayollarga boshqa ishonchlik joylarda gen tekshirishni tavsiya qilgan. Huada shirkatining mazkur sinoq uskunasi kam deganda 52 davlatga sotilgan bo'lib, 80 xil irsiy kasallikni tekshirishga qo'llanildi ekan. Navbatda 8,5 millionga yaqin ayol bu sinoq uskunasini ishlatgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumatining maslahatchilari bu yil 3-oyda Huada shirkatining g'oyat zo'r gen ma'lumot omborini to'plaganligi va sun'iy idrok orqali sonliq ma'lumotlarni tahlil qilayotganligi, Xitoyning bu orqali kelgusida Amerikaga sal qarg'ili bo'lmaydigan ziyonlarni elib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirish bergan edi. Xitoy Sharq Turkistonda siyosiy yuksaklikni o'stirishni ta'kidladi. Tangritog' to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik doiralar asosiy qatlamda leksiya so'zlash xizmati bo'yicha silliq yig'ini echib, siyosiy yuksaklikni o'stirish, asosiy qatlamdagi leksiya so'zlash qizg'inligiga turtki bo'lish deganlarni ta'kidlagan. Yig'inda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, tashviqot bo'limining bo'lim boshlig'i, partiya tarixini o'rganish tarbiyasi rahbarlik guruhi ishxonasining mudiri Tianwen buyruq tushirib, ilgirlagan holda siyosiy yuksaklikni o'stirib, vaziyat va vazifani aniq tunib, mangu partiyaga agishib mengish bosh temasidagi leksiya so'zlash vazifasini yaxshi amaliylashtirib, leksiya so'zlash xizmatida amaliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kapolat qilish kerak deganlarni bildirgan. Qayd qilinishicha, Sharq Turkistondagi 7 viloyat va nahiyalardagi atalmish partiya tarixini o'rganish tarbiyasi rahbarlik guruhi ishxonasining mas'ullari leksiya o'rinlashtirishni qatlam kuchaytirishni ta'kidlagan. Xitoy Kompartiyasi bu yil 100 yilligini xotirlash bahonasi bilan qizil tashviqotini alohida kuchaytirgan bo'lib, qattiq bostirish ostidagi Sharq Turkistonda bu siyosat va tashviqotlar texmo hassalab kuchaytirilgan. Bu jarayonda Xitoy Sharq Turkistonning har qaysi qatlamlariga kommunistlarni keng ko'lamlik o'rinlashtirib yoki avatib, atalmish mangu partiyaga agishib mengish qatorliq temalarda leksiya so'zlashga tashkillab, xalqning mingisini yuyish, assimilyatsiya qilish, qizillashtirish orqali bostirish va kontrollikni texmo yuqori pallaga ko'tarmoqda.
xalqaro televiziya kanallari Beijing Olimpikini tarqatmaslikka chaqirildi. Amerika taratqu organi Töpülük The Hill torining xabarida bildirilishicha, bir qism inson haqlari tashkilotlari NBC kanalini o'z ichiga olgan xalqaro kanallarni 2022-yillik Beijing Olimpik tanarakat musobaqasini tarqitish planini amaldan qoldirishga chaqirgan. Ular NBC kanalining bosh amaldori qatorliqlarga yozgan birlashma xatida mazkur taratqularning Xitoyda borgan sari ig'irlashayotgan inson haqlari dafsandachiligiga sherik bo'lish xavfi borligini, Beijing qishliq olimpikini tarqitishning Xitoydagi bostirish va irqiy qirg'inchilikni qonunlashtiradiganligini bildirishgan. Shundaqla qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, irqiy qirg'inchilik halqib o'tishga bo'lmaydigan qizil siziq bo'lishi kerak deb ta'kidlashgan. NBC hozircha buningga inkos qaytarmagan. Ma'lum bo'lishicha, NBC kanali 2014-yili 7 milliard 750 million dollar sarf qilib, 2032-yilgacha o'tkaziladigan barliq olimpik tanarakat musobaqalarining tarqitish huquqini setib olgan. Bir qism inson haqlari faoliyatchilari Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan, Tibetlarni keng ko'lamlik bostirayotgan bir mezgilda taratqularning Xitoy rahbarlariga yordamlashib, Beijing Olimpik tanarakat musobaqasining go'zal obrazini tiklamoqchi bo'lishi aqlga sig'maydi deyishgan. Xitoy majburiy emgakka chetishlik korxonalarini kuchab yo'lamoqda. Aqsu hukumat torining 6-sentabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy xalqaro inson haqlari tashkilotlari majburiy emgak bazasi deb bekitgan Aqsu to'qimachilik sanoati bog'chisini 2021-yillik Xinjiang raqamlik iqtisod ulgulik bog'chisi deb baholagan. Atalmış Xinjiang gazetining xabarida bildirilishicha, 2021-yillik Xinjiang raqamlik iqtisod ulgulik bog'chisi tizimligiga kirgizilgan korxonalar ichida Aqsu to'qimachilik sanoati bog'chisidan boshqa yana Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik Qaramay bulut hisoblash kasbiy bog'chisi, Xinjiang yumshoq detal bog'chisi, G'ulji chegara iqtisod hamkorlik rayoni qatorliq 5 o'rin bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili xalqaro axborot vositalari ziyorat qilish orqali Aqsu to'qimachilik sanoati bog'chisida 20 mingga yaqin Uyg'urning ishlashga majburlanganligini aniqlab, uning Xitoyning Sharq Turkistondagi asosliq majburiy emgak bazalarining biri ekanligini bekitib chiqqan edi. Natijada Amerika mazkur to'qimachilik sanoat bazasi qatorida bir qancha zavodni jazolash tizimligiga kirgizgan edi. Kuzatuvchilar xalqaro jamiyat Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy emgak jinoyatiga diqqatini markazlashtirgan bir paytda Xitoyning zamonaviy qulluq emgakiga munosabatli shirkat korxonalarini necha yillardan beri ko'plab manfaat yetkazayotgan majburiy emgak siyosatini to'xtatmasdan, aksicha har xil vositalar bilan texmo ko'lamlashtirishga tirishayotganligini bildirishmoqda. Xitoy Afg'onistonni zo'r so'mmaliq yordam bilan ta'minlaydiganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoyning Afg'onistonni 200 million yuan qimmatidagi yemaklik, qishliq buyum, vaksina va dori bilan ta'minlashni qaror qilganligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi organ to'rbeti Afg'onistonga qo'shni davlatlar tashqi ishlar ministrlari qatnashgan to'r yig'inida Wang Yining so'zlarini e'lon qilgan. Wang Yi so'zida Amerika va uning ittifoqdoshlarining Afg'onistonni qayta qurish tashabbuschisi ekanligini, shunga g'arb ellarining Afg'onistonning muqimligini qo'g'dab, qalaymaqonchilikning oldini olish, sog'lom taraqqiyotini ilgari surishda boshqa davlatlarga qaraganda majburiyatining ig'ir ekanligini bildirgan. U yana Amerika va uning ittifoqdoshlari Afg'onistondan tez sur'atda chekinib chiqqandan keyin Afg'onistonning yanada insonparvarlik, xalq turmushi va virus yuqumi qatorliq ig'ir xiristlarga duch kelganligini, Talibanlar vaqtliq hukumat e'lon qilganligini, hokimiyatning vaqtliq bo'lish xarakteri Afg'onistonning kelgusida yanada nurg'un aniqsizliklarning borligini ko'rsatib beradiganligini bildirgan. Wang Yi so'zda yana Afg'oniston vaziyatidagi o'zgarishning xalqaro va rayonlik terrorlikqa qarshi turish vaziyatiga murakkab ta'sir ko'rsatdi. Afg'onistondagi bir qism xalqaro terrorchilar qo'shni davlatlarga singib kirishni planlayotdi. Shunga har qaysi taraflar chegarani kontrol qilib va hamkorlikni kuchaytirib, tizdan yushirinib olgan terrorchilarni tutib yo'qotib, rayon bexatarligi va muqimligiga kafolatlik qilishi, Talibanlarni barliq terrorlik kuchlar bilan bo'lgan munosabatni uzil-kesil uzishga va unumli tadbir qo'llanishga da'vat qilishi kerak deganlarni qistirib qo'ygan. Saudiya Arabiston 3 davlatga qaratgan sayohat cheklamasini bekor qildi. Saudiya Arabiston Arab Birlashma Xalifaligi Janubiy Afrika va Argentinaga qaratilgan sayohat cheklamasining bekor qilinganligini uqtirdi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Saudiya Arabiston rasmiy xabar agentligi SPA ichki ishlar ministrligining
yuqum tufayli Arab Birleşme Xalifaligi Janubiy Afrika va Argentinaga qo'yilgan cheklamaning bugundan boshlab amaldan qoldirilganligini uqtirganligini xabar qilgan. Bayonotda mazkur 3 davlatdan borganlarning Saudiya Arabistonga kira oladiganligi, Saudiya Arabiston fuqarolarining mazkur davlatlarga bora oladiganligi bildirilgan. Shundaqla bu qarorning Xitoy virusi yuqumini yaqindan kuzatgan sog'lomlik organlarining ko'rsatmasi va yuqumning dunyodagi ahvoliga asosan chiqarilganligi qayd qilingan. Saudiya Arabiston 7-oyda yuqum sababidan Arab Birleşme Xalifaligi Vyetnam va Efiopiya bilan o'zaro aeroplan qatnashining to'xtatilganligini e'lon qilgan edi. Riyod hukumati fevral oyida Saudiya Arabiston fuqarolari, diplomatlar, sahiya xodimlari va ularning oila tabiatlarini mustasno qilgan holda Arab Birleşme Xalifaligi, Argentina va Janubiy Afrika qatorliq 20 davlatdan kelganlarning davlat tabiatligiga kirishini cheklagan edi. Türkiye Qozog'iston savdo umumiy summasi 30 yilda 15 hassa oshgan. Qozog'iston savdo va birgavdalashish ministri Bakit Sultanov Turkiya bilan Qozog'istonning o'zaro savdo munosabati ustida to'xtaldi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Bakit Sultanov kelar yili ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatilganligining 30-yilligini tabriklaydiganligini eskartib, ikki davlat savdo munosabatlarining ijobiy taraqqiyot bilan ilgarilayotganligini bildirdi. Bakit Sultanov 1990-yillarning 5-ida ikki davlat o'rtasidagi savdo miqdorining 200 million dollar atrofida ekanligini eskartib, ikki davlatning savdo miqdori 30 yilda 15 hassa oshdi. Hozir Turkiya davlatimizning oldingi qatordagi 10 savdo sherikining birisi edi. Bakit Sultanov o'rtaq nishonning qisqa muddat ichida savdo miqdorini 5 milliard dollarga, uzun muddat ichida 10 milliard dollarga yetkazish ekanligini ta'kidladi. Bakit Sultanov o'zaro savdodagi tamojni beji va texnikalik to'salg'ularni tugutish uchun hozir Qozog'iston Turkiya xizmat guruhi qurildi. Biz bu guruhning tunji yig'inining bu yil o'tkazilganligini mo'ljallamoqdamiz dedi. Sharq Turkistonning to'liq mustaqillikka erishishi uchun o'chmas to'kpi qo'shgan, jasurligi, fidokorligi, dushmanga qat'iy bo'ysunmasligi bilan tunilgan ikkinchi jumhuriyatimizning fidokor jangchilaridan biri bo'lgan Hunlarning qisqacha tarixi, Uyg'urlar, Uyg'ur Idqut xonligi, qadimgi Uyg'ur adabiyoti qatorliq o'lmas asarlarning muallifi bo'lgan inqilobchi, adib, shoir, tarixshunos Turg'un Almas chorakkam bir asrlik hayot musofasida nurg'un dishvorchiliklarni, surgun, siyosiy besim va turma hayotini boshdan kechirgan bo'lishiga qaramay, toki bu olam bilan vidolashguncha o'z millatining siyosiy taqdiri haqida izlanishdan bir minutma to'xtab qolmasdan izchil qalam tavratdi. O'chmas izlar programmamizning 2-sonini marhum Turg'un Almas vafotining 20 yilligiga bag'ishlash bilan keng xalqimizga uning o'chmas asarlarini tajovuzchilarga qarshi sunmas irodasini yana bir qatim asildishni niyat qildik. Bu qitimqi sonimizda Kamina Abdullah Yalqunning riyosatchiligida programmamizning doimlik mehmoni Yaponiya Kagoshima Xalqaro universiteti mutaxassisi doktor Hoji Qutlug' Qodiri apandi va marhumning hozir Amerikada yashayotgan o'g'li mustaqil tadqiqotchi Qutlug' Almas apandilarning ishtirok qilishida marhum Turg'un Almasning hayoti, kurashlari bilan qaytadan tunishib chiqamiz. Ko'rurmanlarimizni 11-sentabr İstanbul vaqti soat 18 da Istiqlol televiziyasining YouTube va Facebook ekranlarida kutamiz. Programmamizni vaqtida ko'rishinglarni va tavsiya qilishinglarni umid qilamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.